Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyemiz mavzu, bugünkü leksiyenin mavzusu mındak. Kızık noktalar. Söhbeti. Angliyanın referandum arkalık Avrupa İttifakı'ndan ayrılışı, dünyada müstakillik yoki qo'shilib ketish deguvchilarning nervlarini qo'zg'atdi. Mavzuli xabar 6 ayning 24 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amaliyotda shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Amerika ovozi radiosi munozara uyushtirdi. Biz bugun sizlarga shu munozaraning qisqacha bayonini leksiya qilib so'zlaymiz. Washington. Angliya 23 kuni referendum orqali Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqdi. Yer isharani zilzilaga soldi. Bu natija Angliya va butun dunyoga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Hamda bir qator siyosat va iqtisod masalalarini o'rtaga keltirib chiqarish faraz qilindi. Ba'zilar mundaq hisobladi. Referendum umumiy xalq bilan tashlash davlatning eng zo'r masalalarni xalqning bir taraf qilishiga topshirish. Hal qilinmay kelayotgan masalalarni o'zil-kesil hal qilishning eng unumli chorasidir deyishdi. Yana ba'zilar referendum qarama-qarshilikni kuchaytiryotdi. Bo'linishni keskinlashtiryotdi. Mas'uliyatsiz siyosiy mashg'ulotdir deyishdi. Angliyaning referendum o'tkazishi xalqaro jamiyatga qanday ilhom berdi va nima natijalar va tajriba saboqlarni yakunlab berdi? Jungoga nisbatan referendum umumiy xalq bilan tashlashdan aytganda foydalanishga tegishli yerlari bormi yo'q? Dünyanın her qaysi joylarida avj olgan mustaqillik harakatlari va qo'shilib ketish harakatlariga solishtirganda shundoq bir kunlar keladi-ki, Jungo referendum umumiy xalq bilan tashlash usulini qo'llanib, Jungoning qaysi bir rayonining Jungoda qolishini, Jungoning qaysi bir rayonining Jungoda qolishini yoki chiqib ketishini bölünüp çıkıp ketişini belgelemdi yok. Münazara qatnaşqan kişiler tövendikçe. Məxsus ston yazğıcı, obzorçı Sao Changqing efendi. Biz tövende bu kişinin ismini Changqing deb ataymiz. Zhongtian axbarat agentliği Washingtonga avatgan alayda vekil Song Gohua efendi. Məxsus yazğıcı, siyasi analizçi Kim Pokong efendi. Qatarlıqlar bugün Amerika ovozi Xitoy tili programmasi uyushtirgan munozaraga qatnashdi. Changqing efendi mundaq ko'rsatdi. Angliya xalqi bugun qo'lidagi saylan bileti orqali Angliyaning ulug' mutafakkiri John Locke turg'izgan insoniyat erkinligining 3 prinsipi, jumladan hayatlık hukuku, erkinlik hukuku, xususiy mülkçülük hukuku, qatarlık tartib algılı bolmaydigan, çekilgılı bolmaydigan muqaddas hukuklarni qaytarib keldi. Angliya faylasuf mutafakkiri John Locke albatta hukumat nazariyasida shundaq narsani o'tirib qo'ygan edi. Bugun Changqing efendi nima deydi? Angliyaliklar Muşu mutafakkur o'tirib qo'ygan Angliyaning an'anaviy demokratik nazariyaları ve şu nazariyalar amaliyleşken Angliyaning amaliyatini endilikda qaytarib keldi deydi. Angliyada o'tkazilgan bu bir maydon referendum umumiy xalq bilan tashlash amaliyoti ommaviy fuqaro xalqning sarxillov ustidan g'alaba qilganligidir. Sarxillov ustidan g'alaba qilganligidir. Odatdagi aqliy savodning ideologiya ustidan g'alaba qilganligidir. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqqanligi, Yevropa ittifoqidan iborat o'tepek xiyoliy dunyoning yemirilishining boshlanishidir. Bu Changqing efendining ko'z qarashlari ekan. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqqanligi, Yevropa ittifoqidan iborat o'tepek xiyoli dunyoning yemirilishinin başlanışıdır.
Angliyaning referendum orqali Yevropa ittifoqidan chekinib chiqish g'albisi egilik, huquq va o'z taqdirini o'zi belgilashning huquq markazlashtirilgan mustabidizm va kollektivizmlik safsatalar ustidan g'alaba qilganligidir. Takrorlaymiz. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqish g'albisi egilik, huquq va o'z taqdirini o'zi belgilashning huquq markazlashtirilgan mustabidizm va kollektivizmlik safsatalar ustidan g'alaba qilganligidir. Changching apandi yana mundaq ko'rsat. Yuqorqilarning umumiy xalq bilan tashlash usuli zo'r ixtiloflarni muvofiq hal qilish usulidir. Umumiy xalq bilan tashlash mundaq ikki prinsipni gavdlantirdi. Birinchi, erkin tanlashning qimmatini gavdlantirdi. Umumiy xalq bilan tashlash erkin tanlashning qimmatini gavdlantirdi. Ikkinchi, xalqning belgilash huquqini gavdlantirdi. Demak, xalq fikr qila oladi, siyosiyga aralasha oladi, o'z taqdirini o'zi belgilash uchun bilat tashlay oladi degan. Balki amaliy mashg'ulot jihatda referendum inqilobchilarni hal qilishning, inqiloblar ixtiloflarni hal qilishning unumli usulidir. Sen bunu talaştadın, sen bunu talaştadın, xalqning ovozi qo'ysanglar, o'ttirdik ixtiloflarni referendum hal qiladi. Referendum umumiy xalq bilan tashlash qarama-qarshilikni g'ibbatlantirmaydi, balki zo'r ixtiloflarni odillik bilan hal qilishning vositasidir. İnsaniyat tarixidan aytganda millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashi va demokratiya hozirgi dunyoning iqimidir. Birleşken Devletler Teşkilatı qurilgan chaqlarda davlatlarning soni 51 edi. Hozir 193 davlatga yetdi. 4 hassa ko'paydi. Shuni tushuntirib berdiki, bo'linish, mustaqillik, millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashi bu bir tarixiy aqamdir deydi Changching apandi. 4 hassa ko'paydi. Shuni tushuntirib berdiki, bo'linish, mustaqillik, millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashi bu bir tarixiy aqamdir. Chimpokong bundaq ko'rsatdi. Umumiy xalq bilan tashlashning jarayoni umumiy xalq bilan tashlashning natijasidan muhimdir. Oxirgi natija masalan g'alaba qilmandi masalan Shotlandiya degidek. Shotlandiyada bilan tashlash bilan mustaqil bo'lmaymiz, Angliyada qolamiz dedi. Angliya bilan tashlash bilan Yevropa ittifoqidan chiqib ketamiz dedi. Bu qolamiz bilan chiqib ketish ikki natija deydi Chimpokong. Bu yerda eng muhim masala oxirgi natija emas, balki jarayondir. Xalq shundaq jarayon kira olamdi. Xalq shundaq huquqdan bilan tashlash huquqidan bahramand bo'la olamdi deydi. Nuqtasidan muhim tashlashdan jarayondan muhimdir. Yerli xalqlar referendum umumiy xalq bilan tashlash, muayyan davlatga qo'shilib ketish yoki mustaqil bo'lishni tanlab olish. Yerli xalqlar masalan Xinjiangda Uyg'urlar, Tibetda Tibetlar, Shangangda Shanganglar, Tayvanda Tayvanliklar bu yerli xalqlar qo'shilib ketish yoki ayrilib chiqishni belgilaydi. Tanlab oladi deydi. İnsaniyat jamiyatining büyük taraqqiyotidir. Bundaq tanlab olish referendum shakli demokratiyaning bu insoniyat taraqqiyotining namoyandasi yoki bu insoniyatning büyük taraqqiyotidir. Chunki referendum tinch yo'l bilan hal qilish shaklini urush, zo'ravonlik, ziyonkashlik qilish qatorliq xilma-xil yovvoyi shakllarning o'rnini qo'ydi. Chunki referendum urush, zo'ravonlik, ziyonkashlik qilish qatorliq xilma-xil yovvoyi shakllarning o'rniga o'tadi. Bu yerda urush yo'q, talash-tortish yo'q, fikringni qo'y. Qabul qilamsan yo'q, mana o'sha gap. Bu yerda gap Chimpokong nima deydi? Yerli xalqning deydi. Yerli xalqning agar vaqtdan vaqt kelib shunda ish yuz beradigan bo'lsa, Xinjiangda bilat tashlash huquqi Uyg'urning huquqidir. Shangangda bilat tashlash huquqi Shangang xalqining huquqidir. Tayvanda bilat tashlash huquqi Tayvan xalqining huquqidir deydi Chimpokong apan. Bu albatta boshdan oxir shuni deyalamizki, insoniyat, madaniyat va ma'rifat tarixining taraqqiyoti. Tinch yo'l bilan bilat tashlash usuli bir-birini hurmat qilishdan derak beradi. Madaniyatli qiyofatdan derak beradi. Qo'shilib ketish yoki mustaqillik to'g'risidagi talash-tortishlar insoniyatni uzun zamonlardan beri qiynab kelayotgan murakkab masaladir.
qo'shilib ketish yoki mustaqil bo'lish insoniyatni bak uzun zamonlardan beri qiynab kelayotgan bir masaladir. Jungo qatorliq davlatlar yanala zo'ravonlik, majburlash orqali bu masalaga besim ishiltib kelmoqda. Jungoda Kompartiya mustaqillik talab qilishni xunuklashtirmoqda deydi Chimpokong apandi. Ma'lum mustaqillik talab qilishni ma'lum zahar qilib ko'rsatmoqda. Jungoliklar mustaqillik degan so'zni anglasa rangi o'zgaradigan bo'ldi. Amaliyotda Tayvan mustaqilligi, Shangang mustaqilligi, Tibet mustaqilligi, Şinjan Sharq Turkiston mustaqilligi to'g'risida to'xtalganda ular, ya'ni jungoliklar jannatdan qo'g'laysa, jannat to'xtalganda ular, ya'ni jannatdan qo'g'langan emaski, jinoyat sodir qilib, faqat bir millatning xohishi va tanlashidir. Masalan, yuqorqi Tayvan, Tibet, Şinjanlar bular hech qachon jannatdan, asli jinoyat sodir qilib jannatdan qo'g'langan emas. Yoki jinoyat emas. Ular faqat mustaqillik va tanlash referendum orqali tanlashni ishga oshirdi deydi Chimpokong apand. Ular jannatdan qo'g'langan emaski, jinoyat sodir qilib. Faqat bir millatning xohishi va tanlashidir. Qilish, qo'shilib ketish yoki bo'linib chiqish bir millatning xohishi va tanlashidir. Eng zo'r qo'rqinchligi Kompartiyaning mustabidizmlik hukmronligidir. Balki bu yetarlik zahardir. Hozir qo'rqinchligi Tibetning Uyg'urning mustaqillik talab qilishi, qo'shilishi, chiqib ketishi masalasi emas. Hozirgi navbatda Jungoda eng zaharli nuqta Jungo Kompartiyasining hukmronligidir. Chimpokong apandi.